Hasan ibn Sabboh o'z joni va tanasini yovuz kuchlarga topshirdi. U Ibn Attoshga asosiy bid'atchilardan biriga sadoqat qasamini ichdi. Rishtalar bog'landi. Qutlug' bo'lsin Ibn As-Saboh. Endi sen yaratgan egamiz nurini olib yurasan. Saboh o'z ahdini tugal qilmoq uchun Fotimiylar xalifasi Al-Mustansir billoh huzuriga Misrga borish kerak edi. Hasan va uning do'stlari o'zaro qarashlari qanchalik farq qilmasin, bu dunyoni o'zgartirishga qasam ichdi. Bizning qasamyodimiz ixtiloflardan yuqori. Bizning qasamyodimiz ixtiloflardan yuqori. Bizning qasamyodimiz ixtiloflardan yuqori. Hasan ibn Sabboh, Umar Hayyom va Abu Ali At-Tusi, ya'ni Nizomul Mulk qasam ichdi. Ular obro' va hokimiyatga erishsalar, bir-biriga yordam berishga va'da berishdi. At-Tusi maqsadga erishib, ulkan saltanat bo'lmuş Saljuqiylar saltanati sultonining vaziri bo'ldi. Ulug' sulton. Lekin u do'stlari bilan uchrashgunga qadar hech kim kutmagan voqea sodir bo'ldi. Bu tarix chaf palagini o'zgartirdi. Hasan as-Saboh Isfahon muazzinini o'ldirdi.